To'xtang. Siz uchun Toshkentning eng havosi toza bo'lgan joyidan bitta shunaqa chiroyli uch sotixga tushgan hovli topib qo'ydik. Ishoning, shu hovlini hozir oxirigacha ko'rib, tezroq ulgurib qolmasangiz, aniq afsuslanib qolasiz. Mahallani ko'chasini ko'rib turibsiz, qop-qora, tinchgina mahalla bo'lyapti. Qo'shnilar ham juda ham ahil, inoq. Mahalladan xuddi o'zingiz so'ragandek topib qo'ydik. Suv, svet, gaz, internet, hattoki kanalizatsiyadan ham hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Ichkarilarni birin-ketin ko'rsatib beraman, lekin uyi qanaqa kattaligini qaranglar. Yonida kichkina chumoli bo'lib qolma. Yuringlar. Asosiy darvozaxonadan kirib kelganda, darvozaxonamizni ko'rib turibsiz, kattagina tushyapti. Planirovka haqiqatdan juda ham chiroyli. O'ng tarafimizga общий binolar tushyapti va ketdi. Bu yoqqa kelganimizda alohida hovlining pastki qismiga ham o'zining binolari tushyapti. Pastki tarafida sanuzul, yon tarafida o'rtada o'tiradigan hol, ichkarida o'zining kladovkalari bilan birgalikda hamda oshxonasi tushyapti. Bu yoqda alohida hovlimizning o'ziga va ketdi ichkaridan kirib ko'rib chiqamiz. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda o'rta koridorimizni ko'rib turibsiz, jigar. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizga bitta chiroylikina zalimiz tushyapti. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli, visoka patolochniy qilib qurilgan. Zalni yonginasida birinchi etash uchun sanuzul va yon tarafida ko'radigan bo'lsak, ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamizni ko'rib turibsiz. Kattagina tushyapti, farqli kafildan chiqqan. Oyog'imizdan tagiga 100% tupli polstinasi orqali isitilmoqda. Hattoki radiator qo'ydiramasanglar, radiator uchun alohida turbalar tashab ketilgan. Pastga tushib ketish, podvalni ko'rib turibsiz. Kattagina tushyapti oshxona tagiga. Radiator sistemalar hamma apparatlari pastga tushyapti. Ketdi ikkinchi etajga, ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilganimizda o'rta koridorimizni ko'rib turibsiz. Ikkinchi etajga ko'tarilganimizda 4 ta xonamiz bo'lyapti. Ko'tarishimiz bilan o'ng qo'limizga bitta kattagina yotoqxonamiz bo'lyapti. Ichida o'zini sanuzollariga ega. Yotoqxonamizning ro'parasida ikkinchi etaj uchun kattagina zalimizni ko'rib turibsiz. Zalimizning orqa tarafini ko'radigan bo'lsa, bitta kattagina yotoqxonamiz. Ro'parasida yana bitta oxirgi yotoqxonamiz bor. Ikkinchi etaj uchun sanuzolda aynan shu yerga tushyapti. Arendir qattiq qisqa ketayotgan bo'lsanglar, Toshkent postdan 1 kilometr kirganimizda aynan shu yerga ketib kelar ekansizlar. Aniqroq ma'lumot, lokatsiya qiziqlangan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qiling, ulgurib qoling.